Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video darslikda siz bilan ikkinchi bo'yin umurtqasini o'rganamiz. Ikkinchi bo'yin umurtqasi lotin tilida axis deyiladi. Axis. Birinchi bo'yin umurtqasidan farqli o'laroq bunda oldingi ravoq o'rnida umurtqa tanasi paydo bo'ladi. Corpus vertebra. Corpus vertebradan yuqoriga chiqqan o'simtaga tish deymiz. Bu dens deyiladi. Uning uchi bor mana. Apex dentis va oldingi tomonida facies articularis anterior oldingi bo'g'im yuzasi bor va bu yerdan birinchi bo'yin umurtqasidagi fovea dentis bilan bo'g'im yuzasi orqali birlashadi. Orqa tomonida ham orqa bo'g'im yuzasi bor, facies articularis posterior. Endi yuqorigi va pastki bo'g'im yuzalari bu umurtqada bo'g'im o'simtalarida joylashadi. Yuqorigi bo'g'im o'simtasi processus articularis superior, pastki bo'g'im o'simtasi processus articularis inferior. Albatta ko'ndalang o'simta bor va undagi teshik ham bor. Ya'ni foramen processus transversi va ko'ndalang o'simta processus transversus. Umurtqa tanasidan chiquvchi orqa tomondagi ravoqqa endi arcus vertebra deymiz. Chunki bunda bitta ravoq va uning uchida o'qsimon o'simta processus spinosus joylashgan. Endi birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqalarining birlashishini ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Ikkinchi bo'yin umurtqasidagi dens tish birinchi bo'yin umurtqasidagi fovea dentisga kelib birlashgan. Bo'g'im o'simtasiga bo'g'im yuzasi kelib mingan. Mana shu yerda mana ko'ndalang o'simtalaridagi teshiklardan arteria vertebralis chiqib keladi. Bizda hozircha shular edi. Agar bugungi mavzuimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, bizga qo'shiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.